Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la udvana illa ala zalimin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar ve qarindoshlar, bugünkü dersimiz amel qilish fursatlari to'g'risida. İbn Abbas radıyallahu anhuma mundaq deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: İnsanların köpçülüğü faydalanmagan, qadrini bilmegen, zaya qilib etken, ziyan tartgan iki türlük nimet bulup, u tenning saqlıqı ve boş vakit yoki mutlak vaqtdan ibarettir. Bu mübarek hadis insanların dikkat nazarini Allah Taala'nın insanlarga nimet qilib bergen nimetlerinden iki türlük nimetga agdırdı. O nimetning qadrini biladigan ve şeriat ko'rsatmasi bo'yicha to'g'ri shaklda foydalanadigan kishilar bek azdır. İnsan daim saqlık bilen kesellik arasında yaşaydı. İnsan tenning saqlıqdan ibaret bu nimetning qadrini faqat kesellik yetkende biladi. Yoki kesellarni ko'rganda yoki ularni ziyorat qilganda biladi. Kesellik bo'lsa insonni diniy yoki dunyolik xizmatlarni mukammal ado qilishdan cheklab qo'yadigan to'salg'idan iboratdir. Shuning uchun insonning saq vaqti katta ne'matdir. Aqlli kishi o'zining saq vaqtini o'ziga dunyo oxiratda foydasi bo'ladigan ishlarga sarf qilishi, o'zi bilan qiladigan ishning orasida to'sanchi bo'ladigan kasallik yetib kelishdan burun butun kuchi bilan saqliqidan foydalanish kerak. Saq vaqtni o'yin tomosha, bekorchilik bilan o'tkazib, yaxshi ishlar bilan mashg'ul bo'lmagan kishi haqiqiy ziyon tortquchi bo'lib, u kishi isil narsani bekorga birayotgandek bo'ldi. Ikkinchi ne'mat bo'lsa bo'sh vaqt. Bu yerde maqsad qilingan bo'sh vaqt bo'lsa, siz hech bir ish bilan mashg'ul bo'lmasdan bekor o'tkazayotgan vaqtlardan iboratdir. Bu vaqt pek qimmatli bo'lib, buning qimmati pul bilan o'lchalmaydi. İnsan vaqtini yaxshi ishlar bilan o'tkazsa, bu u kishining ne'matdan to'liq foydalanganligini bildirdi. Agar hech ish qilmay behuda o'tkazib etsa, vaqtni o'ltirayotgan bo'ladi. Vaqtni batil ishlarga sarf qilgan kishi haqiqatan ziyon tortgan bo'ladi. Vaqt degan hayotlikdir. Shuning uchun u inson ega bo'lgan narsaning eng qimmatligidir. Shuning uchun qimmatli narsani inandimi qimmatli ishlarga sarf qilish kerak. U oxiratda yaxshilik tarozisida bo'ladigan boylikdir. İbn Hubayra vaqtning qimmatli ekanligini mundaq ta'riflaydi. Vaqt degan alohida ko'ngil bo'lib muhofazat qilinadigan eng qimmatli narsadir. Qarashimcha, sening uni zoya qilib o'tishing bek osondir. İlgiri o'tgan salaf solihlarimiz vaqtning qimmatiga bek ahamiyat beradi. İnsanlarga buning qimmatini bayon qilib, ularni imkoniyatning yetishicha vaqtdan foydalanishga rag'batlantiradi. Hasan Basri rahimahulloh mundaq deydi: Ey odam avlodi, sening hayoting faqat bir qancha kundir. Sening har bir kuning o'tsa, hayotingning ba'si o'tadi. Men shundaq bir kishilarni ko'rdimki, ular o'zlarining oltin kumushlarini vaqtni ching tutgandek ching tutmaydi. Hasan Basri rahimahulloh mu'minlarning xalifasi Umar ibn Abdul Azizga vaqtning qimmatini bayon qilib va uningdan haqiqiy foydalanish to'g'risida yozgan risolasida mundaq deydi: İnsanning qolgan umriga hech narsa barobar kelmaydi. Agar bütün dünyani to'plab bersimi, qolgan umridan bir kuniga barobar bo'lmaydi. Bir kunnimi foydasiz, ahamiyatsiz o'tkazmang. Agar biz qabrga ko'milganda bizga sana bütün dünyani to'plab bersak, uni seningdan keyin avlodlaring uchun qilib bersak, ular sendan keyin ining bilan bayashat yashasa, seningmi dunyoda iningdan boshqa maqsading yo'q edi-ku. Bu ish sana yaxshi ko'rilamdi yoki seni bir kun dunyoda qo'ysak, sening u kunda o'zing uchun yaxshi amallarni qilib olishing yaxshi ko'rilamdi deyilsa, albatta bir kun o'zimiz uchun yaxshi amallarni qilib olishni tanlaymiz. Balki bir soatni tanlash ixtiyorlik berilsa-mu, har qancha ko'p mol dunyo berilganning o'rniga bir soat vaqtni tanlaymiz. Bunun bilan Hasan al-Basri rahimahullohning vaqt to'g'risidagi qimmatlik nasihati bilan bo'sh vaqtdan iborat ikkinchi ne'mat to'g'risidagi so'zimizni oxirlashtiramiz. Har bir insondan vaqtni foydali yaxshi ishlar bilan o'tkazish, behuda foydasiz ishlar bilan zoya qilib o'tmaslik talab qilinadi. Unda qilmasa vaqtning sohibi ziyon tortgan bo'ladi. İbn Abbas radıyallahu anhuma mundaq deydi:
Peygamber aleyhisselam bir kişiye vaz nasihat qilib mundaq degan: 5 turlik ishdan burun 5 turlik ishni g'animat bilgin. Yaşanıp qilishdan ilgari yoshlig'ingni, kasal bo'lib qilishdan ilgari saqlig'ingni, faqir bo'lib qilishdan ilgari boylig'ingni, bir ishga mashg'ul bo'lib qilishdan ilgari bo'sh vaqtingni va vafot bo'lishdan ilgari hayotingni g'animat bilgin degan. Bu Hakim Mustadrakda bayon qilingan sahih hadis. Yuqorida bayon qilingan asarlar va hadislardan inson o'zining hayotini bekor o'tkazmaslik kerak. Har vaqt boş vaqt tapsıla bir minut, bir sekund vaqtini bekor o'tkazib o'tmasdan o'zininki dini va dunyolik foydali ishlarga sarf qilish kerak. Chunki vaqt oltindan qimmat. Vaqt qilishdan ittik bo'lib, sen vaqtni ching tutmasang, vaqt seni kesidir. Shuning uchun biz hayotimizdagi 1 minut, 1 soat, bir kun vaqtlarimizni to'liq foydalanib, buni Allah razı bo'ladigan, Allah yaxshi ko'radigan ishlar bilan o'tkazsak, dunyodami baxtli yashaymiz, oxiratda Allohning oldida beradigan hisobimiz oson bo'ladi va Allohning rahmati, mag'firatiga erishimiz. Allah subhanahu va taolo hammalarni vaqtimizni muhofaza qiladigan, vaqtimizni yaxshi ishlar uchun, Allohning dini uchun, vatanimizning ozodligi uchun sarf qiladigan haqiqiy taqvodor mu'minlarning qatoridan qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.